Bu videoda sizning montajdagi tekstlaringizga o'zgartirish kiritamiz. Ya'ni men sizga o'zim ishlatadigan 15 ta chiroyli shriftlarni beraman. Shuningdek, qanday o'rnatish va Premiere'da ishlatishni ko'rsataman. Videoni qisqacha savol bilan boshlamoqchiman. Premiere Pro'da o'zining qaysi shriftlardan foydalanasiz? Kommentariyada yozib qoldiring. Men o'zim Impact, Franklin Heavy, Franklin Demi, Movaboli, Arial Black va Arial Bold kabi shriftlarni ishlatardim va biroz zerikkanlik his qildim. Keyin izlanib boshqacha chiroyli shriftlarni topib ishlatib ko'rdim va menga yoqdi. Birinchi navbatda zip faylni ekstrakt qilamiz. Zipdan chiqaramiz. Faylni ochamiz. Xullas tushundingiz. Zip faylni qayerdan olishni video oxirida aytaman. Fayl ochishingiz bilan har bir font o'z nomi bilan yozilib turganini ko'rasiz. Birinchisidan boshlab o'rnatishni boshlaymiz va bu uchun uni ochasiz va install bosamiz va o'zi o'rnatiladi. Va shu tarzda hammasini o'rnatib olamiz. Endi Premiere Pro dasturini ochamiz. Agar shriftlarni o'rnatayotganingizda dastur ishlab turgan bo'lsa, uni to'liq yopib boshqatdan ishga tushirasiz. Endi Premiere'da tekst yozamiz va uni belgilab, shriftlar bo'limidan o'rnatganlarimizni topib belgilasak, avtomatik font o'zgaradi. Shu barcha fontlar jamlangan zip faylni meni Telegram kanalimga kirib, font yoki shrift deb izlab, yuklab olsangiz bo'ladi. Undan tashqari Telegram kanalimda har xil bepul perexod va VFX'lar tashlab turaman. Shuning uchun obuna bo'ling. Kanalga link opisiyaniyada va kommentariyada. Bilaman, har doim sizga kerakli doim ishlatadigan shriftlarni topish biroz vaqt oladi. Bunga yechim qilib, biz Premiere Pro dasturida biz asosan ishlatadiganlarimizni bir joyda yig'ib qo'yishimiz mumkin. Bu uchun shriftlarni ochib, o'zimiz ko'p ishlatadigan shriftlarni nomini boshida turgan yulduzchaga bosib, belgilab qo'yamiz. Keyin bizni barcha belgilagan shriftlarimiz filtr qismidagi yulduzchani bossak ko'rinadi. Bu video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, like, kommentariy va obuna sizni kutyapti. Oldindan rahmat va mana bu ekraningizda ko'rib turgan videoni ko'rishni ham unutmang.